Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Temur, yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshimisanmi? Ha, ustoz meni tabriklang. Ha, nima bo'ldi? Duolarim ijobat bo'lib boy bo'lib ketdingmi? Yo'q ustoz, bugun men tug'ilgan kunim. O, tabriklaymiz uka. Rahmat. Sog' bo'l, salomat bo'l, o'qishlaring daomadini Rahmat bersin. ustoz. O'ylagan niyatlaring ijobat bo'lsin. Bor, o'tir, dars qilamiz. Ha, ustoz menga sovg'a bermaysizmi? Senga sovg'a berish kerakmi? Ha-da. Sovg'a. Bo'pti, yur, senga zo'r sovg'ani beraman. Ketdik. Ustoz, Ha, Temur. qayerga keldik? Axborot kutubxona markaziga keldik uka. Ha, bu yerda nima qilamiz? Yoz qo'yib kutubxonada kitob olamiz bu yerda. Senga sovg'a qilamiz kitob. Ha, kitobga pulimiz yo'q-ku. Bu yerda tekin pul kerak emas, tekinga beradi. Yur, tushuntiraman ichkarida. Kel Temur. Mana kutubxonaga ham yetib keldik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga kutubxona haqida ma'lumot bering. Bizni kutubxonamizda bosma harfli va badiiy turdagi badiiy kitoblarimiz mavjud. 464 donadan iborat va ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi bo'lganligi uchun 138 dona brail yozuvdagi kitoblarimiz mavjud. Va hozirgi kunda 21 dona audio disklarimiz mavjud. Sizlarni ko'zi ojizlar kutubxonasi bilan tanishtirib o'tdik. Endi axborot kutubxona markazining asosiy binosiga taklif qilamiz. Ana keldik. Oho! Ustoz, kitoblarning ko'pligini qarang. Ko'rdingmi Temur, bu yerdagi ma'lumotlarni ChatGPT dan ham topa olmaysan. Bu kitoblar haqida bizlarga hozir kutubxona mudirasi ma'lumot beradi. Kutubxonamizda 21800 dan ziyod adabiyotlarimiz bor. Lotin yozuvidagi adabiyotlar va kiril yozuvidagi adabiyotlar. Ikkinchi xonamizda ham retro adabiyotlarimiz bor. Bu yerdagi kitoblarni olib o'qishim uchun nima qilishim kerak? Albatta obuna bo'lamiz. Kitobxon formularini ochib, tug'ilganlik haqida guvohnoma yoki pasportimizni olib kelsak, obuna qilib qo'yamiz. Temur, senga sovg'am yoqdimi? Ha, ustoz. Agar kimlarga mana shunday kitoblarni olib o'qishni istasa, biz sizlarni kutubxonamizda kutib qolamiz. Manzil Jonboy tuman Artuzor ko'cha, Jonboy tuman hokimiyatining yaqinida. Biz sizlarni kutamiz.